Moskvadan Toshkentga reysiviy avtobuslar yo'lga chiqib ketyapti. Primoy reyslar bilan Moskvadan Toshkentga avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketyapti. Kanjorlar ishlayapti, hamma sharoiti bor. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib kela olasizlar. Avtovokzaldan reysiviy avtobuslarimiz do'stlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Mana mashina gapiradigan akalarimiz bor ekan. Yana bir marta gapirib berasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Joylashib oldingiz biletlar bilan. Avtovokzaldan. Yaxshi. Ana avtobus konditsionerlar ishlayapti, xudoga shukr, yaxshi. Buxorodamisiz aka? Buxorodamiz. Shunaqa. Rahmat, yaxshi hammasi xudoga shukr. Ilohim sog' salomat yetib boraylik manzilimizga. Aytganingizga. Hammasi yaxshi ilohim. Rahmat. Ana aka yo'lga chiqib ketyapti. Hamma sharoit bor. Kullir monitorlar hozir yurgandan keyin ishga tushadi. Do'stlar, eng qizig'i reyslarimiz avtovokzaldan bo'ladi. Avtovokzaldan Primoy reyslar bilan yo'lga chiqmoqchi bo'lganlarga ana yomg'ir ham yog'ib bordi. Telefon qilib kelaverasizlar, ekranda nomerlar bo'ladi. Avtovokzaldan O'zoti Transservis avtobuslari bitta like ni bosib, podpiskani bosib, podeshkada bo'linglar. Tanlovda adashib qolmanglar. Ekranga nomerlarni yozamiz, ishonchli nomerlar. Avtovokzaldan Primoy ketmoqchi bo'lsanglar, telefon qilib kelaverasizlar. Bitta like, podpiskani bosinglar. Bez dokument insonlar ham kelaverasizlar. Bez dokumentlarga yo'l kiridan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. Bez deport, bez zapret yo'lda olib o'tib ketiladi. Kimga registratsiyasi tugagan, reyestrga tushgan yoki bo'lmasa patent kuygan ukalar bo'lsa ham bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Avtovokzaldan shunaqa Primoy reyslarimiz bilan Moskvadan Toshkentga ketishingiz mumkin. Avtobuslar O'zbekiston nomeridagi ishonchli avtobus xizmatlari do'stlar. Mana ukalar joylashyapti. Qolganlari hozir 19:30 da avtobus yo'lga chiqib ketadi. O'zbekiston nomeridagi avtobuslar do'stlar. Tanlovda dash qolmaymiz, bitta like ni bosib, podpiskani bosib. Podeshkada bo'laverish kerak musofirda ukalar. Sankt-Peterburgdagilar ham telefon qilaverasizlar. Sankt-Peterburg через Moskva bo'ladi do'stlar. Hozircha avtovokzaldan Sankt-Peterburgdan ham reyslar qo'yilgan aslida. Telefon qilib kelasizlar, avtobuslar komfort, hamma sharoiti bor. Qiziqqan insonlarga mana. Biletlar bilan, biletu, pamestam, kanjor, hamma sharoiti bor avtobusda. Yo'llarda o'zbek voditellar, shofirlar o'zbek. Yo'llarda o'zlari yordam berib, chiroyli qilib olib ketadi. Joylashib ketishinglar mumkin do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlar, tanlovda adashmanglar. Avtobuslarimizda hamma sharoiti bor. Ekranda nomerlarda WhatsApp, Telegram, Max hammasi bor. Qiziqtirgan savollarga bitta telefon qilib yoki yozib javob olishinglar mumkin do'stlar. Avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar. Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent reysiviy avtobuslar do'stlar. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlarga bitta O'zbekiston nomeri yozamiz. Bemalol telefon qilib kelishinglar mumkin do'stlar. O'zimizdan xudo xolasa shu yerda xizmatdamiz. O'zim javob beraman, o'zim kutib olaman. Biletlarni qo'lingizga berib o'zimiz jo'natamiz. Bitta like ni bosib, podpiskani bosib, podeshkada bo'linglar do'stlar, sizlardan bitta yordam bo'ladi. Musofir yurgan aka-ukalar. Mana avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketyapti. Primoy reyslar.